Salam dostlar, Erkin Ablaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Erkin bilen sesimlik İngiliz dili programımız boyunca bugün 4. kısım, yani ötken zaman addi cümle İngiliz dilideki ötken zamandaki addi cümle şekilleri doğrusu toxtalımız. Diqqətinizə alınıq, videoda olsun. Körüvatqanlardek məzir Paris şəhərinin vəkil xarakterlik quruluşlarından birisi bolğan Eiffel Munarı, yəni Eiffel Tower-nın yanında görünüş kelyapman. Bugün havamı yaxşı boldu. Şu güzel mənzərədən huzurlanğaç İngilis dilini mən bilan birlikdə bugün sizə tushundirib bermoqchi bo'lganim bo'lsa, o'tgan zaman addi jumla shakllari. Xo'sh, o'tgan zaman addiy jumla shakllarini qanday vaqtda ishlatamiz? Ya'ni shu biz hozirning o'zidagi, hozir men gap qotgan paytning oldidagi 1 minut bo'lsin-mi, mush paytning oldida yuz bergan va tamomlanib bo'lgan ishlar to'g'risida gap qotgan vaqtingizda o'tgan zaman addiy jumla shakllarini ishlatamiz. Ya'ni masalan, I had my breakfast, I took a bus, I did this, I did that, uni qildim, buni qildim. Bayqı cümleler qaragamsanlar, I had my breakfast, I took a bus. Bu yerdagi cümlege yaxshi diqqat qilsangiz, faqat buning ichidagi cümlemdagi o'zgarib atgan birdan bir narsa fe'l, ya'ni igining keyinda kelgan fe'lni shu o'tgan zaman addiy jumla shaklidagi o'tgan, ya'ni ikkinchi xil shakli, fe'lning ikkinchi xil shakli o'tgan zaman addiy jumla shaklidagi o'tgan zaman shakli, ya'ni o'zgartirib ham qo'ysangiz bo'ldi. Men shu fe'llar munosabatli videoni mishagan chiqarib qo'yay. Naq shu Eiffel Munarıning cho'q qistig'iga chiqarib qo'yay. O'tganda qistirib qo'yay. O'tgan oldidagi bir qancha videolarda men shu burungi videolarimni men chiqarib qo'ydim desam, shu ekranning ustiga bir video choplab qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan bir qancha ko'rmanlarimiz bor ekan. Menda so'rdi, "O video choplashni unutib qolgan o'xshaysiz ma'lum" deb. Choplashni unutib qoldim, amaliyotda men videoni miyaga chiqarib qo'ydim degan vaqtimda naq mush filmlarning cho'qqisida turgan yerda qarasangiz, ekranda, kompyuterda yoki shu iPadlarda balki meni qarab chiqish mumkin. Shu bulungda bir chambarakning ichida I degan bir harf bor, ya'ni information deganga o'xshash I degan harfning keynida shu uzun shu videoning temasi shart qilib chiqadi va kirgizadi. Shu ekranning ustida eng cho'qqisida o'ng tarafda chiqadi-da. Aşağıya mouse'ni aşağıya apasınız, aş video özü yoğunab içildi degan gapda. Aşını çeksiniz yakomsa. Demek şu bundaki videolarda agar men ekranning aşağıya mush videoni chiqarib qo'yman degan bo'lsam, bu ekranning ustiga videoni choplab qo'yishim mumkin yoki bo'lmasa, mush mouse'ni ekranning o'ng taraf ustiga apasınız, aşağıda videolarning ulanishi bor, shu videolar aşağıda bevosita ko'rindi degan gap. Aşını çeksiniz lan bo'ldi. Xo'sh, shunda olsa, o'tgan zaman addiy jumla shakldagi jumlalarni tuzash intayin oson, formulasini ham bir qitim deb beray. Oldidan jumlaning beshiga jumlaning egisini qo'ysiz, men, sen, u, biz, bizlar, ular degandek. Uning keyiniga ham shu jumlangizdagi demoqchi bo'lgan fe'lning eng asosli fe'lning o'tgan zaman addiy jumla shakli, ya'ni fe'lning ikkinchi xil shakli, ya'ni o'tgan zaman addiy jumla shaklini qo'ysangiz ham uning keyiniga boshqa qo'shimcha bo'laklarni to'ldiruvchi aniqlovchilarni qo'ysangiz, jumlangiz texnik mukammallashadi degan gap. Bu o'tgan zaman addiy jumla shaklarini yasash oson, deyish oson, ammo bu yerda diqqat qilish kerak intayin muhim bir narsa bor. Negative shakli, ya'ni bulishsiz shakli. Biz doim uni qildim, buni qildim, dedim, bordim, ko'rdim, yedim, ichdim deblar bulishiq jumlalarda gapirmaymiz, shunaqo. Palayga bordingmi tunugun, bormadim, ani qildingmi, qilmadim, mani ichdingmi, ichmadim, uni yedingmi, yemadim degandek bulishsiz shakllar kelgan chaqda diqqat qilamiz. Men intayin muhim bir nuqta diqqatingizni markazlashtiring. Palashni qilmadim, etmadim, yemadim degandek bulishsiz jumla shaklarini degan vaqtida cümlengizning jumla formulasi qanday bo'ldi? Shu ekran ustiga chiqarib qo'yman. Oldi bilan jumlaning egisi men, sen, u, biz, ular, bizlar. Uning keyiniga biz bir qo'shimcha fe'lga ehtiyojimiz bor. U bo'lsa-mu do degan qo'shimcha fe'l, ya'ni auxiliary verbning o'tgan zaman shakli did. Anki uning keyiniga bu bulishsiz jumla shakliga qotganligimiz uchun not ni qo'shamiz. So I did not blah 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 blah, you did not blah 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 blah, we did not blah blah. Yokumsa did not ni qisqartirib didn't. I didn't go to the cinema yesterday. To'xtamay saqchi keldigan bir shahar bu. I didn't go to the cinema yesterday. I didn't have my coffee this morning.
I didn't take a bus degandek cümlenin bişiga iginin kaynigilam didn't qo'ysangiz kaynidagi pel asl shaklda kelsa bu butun bir jumlangiz shu o'tgan zamondagi oddiy jumla shakli ammo bo'lishsiz shakli bo'ldi. Bu o'tgan zaman oddiy jumla shakllarining bo'lishsiz shakli. Bu intayin muhim shunga diqqat qiling. Demak, bir qo'shimcha fe'l auxiliary verb, ya'ni do ning o'tgan zaman shakli did ga ehtiyojimiz bor ekan bu yerda. Bu tushunishib bo'lgan bo'lsa, endi savol jumla shaklarini qanday so'raymiz? Unda qildingmi, bunda qildingmi, yedingmi, ichdingmi, bordingmi, ko'rdingmi degandek. O'xshashlam qo'shimcha fe'l auxiliary verb did ga ehtiyojimiz bor. Did you do this? Did you go to the cinema? Did you have your coffee? Did you take a bus? Did we? Did you? Did I? Did he? Did she? degandek oldi bilan did degan shu o'tgan zaman shakldagi auxiliary verb, ya'ni qo'shimcha fe'lni qo'yamiz. Undan keyin ega, undan keyin fe'lning asl shakli, undan keyin boshqa qo'shimchalar degan gap. Bu formulani ekranga chiqarib qo'yman. Unda esa shu o'tgan zaman oddiy jumla shakliga munosabatlik barliq mazmun shunchalik bo'ldi. Bir takrorlaytay, xulosalaytay. O'tgan zaman oddiy jumla shakllarida, normal o'tgan zaman oddiy jumla bo'lish jumla shakllarida jumlaning oldiga egini qo'ysiz. Uning keyindan shu jumlada ishlatmoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lgan maqsad asosli fe'lning o'tgan zaman oddiy jumla shaklini qo'yiblam. Uning keyiniga boshqa qo'shimchalarni qo'ysangiz, jumlangiz texmo to'liq bo'ldi. Masalan, I had my coffee this morning. Men bugun atgan qahvarimni ichdim. Endi buning bo'lishsiz jumla shakli bo'lsa, I didn't have my coffee this morning. Bugun atgan qahvarimni ichmadim. I didn't go to the cinema yesterday. Tunugun kinoxonaga bormadim. Endi savol so'rasangiz shu tariqada, did you have your coffee this morning? Did you go to the cinema yesterday? Demak, jumlani shu qo'shimcha fe'l auxiliary verb do ni o'tgan zaman shakli did bilan boshlagan vaqtimizda savol jumlangiz boshlandi degan gap. Unda esa keyingi videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.